Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari. Men bugun sizlarga yangi bir sayt haqida, yangi bir proyekt haqida gapirib bermoqchiman. Bu proyekt men izlagan proyektlar ichida eng menga ma'qul bo'lgan proyekt bo'ldi. Men shu paytgacha bir nechta internetdan pul ishlash saytlariga a'zo bo'lib ko'rdim, ularga pul tekib ko'rdim, lekin hech birida men muvaffaqiyat qozona olmadim. Men tikkan pullar behuda ketdi desak ham bo'ladi, lekin bu proyekt esa hech qanaqa pul solmasdan turib ham daromad olish mumkin bo'lgan sayt ekan. Mana bu saytning nomi richmondbergs.com sayti. Bu saytda siz hech qancha mablag' solmasdan turib daromad olishingiz mumkin. Albatta bu saytda siz daromad olishingiz uchun dollar hisobida olasiz. Boshida sizga 5 tami 6 ta vazifa beriladi. Siz o'sha vazifalarni bajarganingizdan so'ng sizga bonus tariqasida har bitta vazifani o'zini narxlari bor. O'sha bitta vazifani bajarsangiz 50 dollar, 10 dollarlab olishingiz mumkin. Mana masalan men hozir o'zim akkauntimga kirib ko'rsataman. Boshida siz bajargan vazifa bajarganlaringizdan 120 dollar olasiz. Va o'sha siz olgan 120 dollar sizga bonus tariqasida beriladi va o'sha bonusdan siz ma'lum bir foizini siz yechib olishingiz mumkin. Har kuni sizga beriladigan bonuslar 0.5%, ya'ni yarim foizdan sizni bonusingizdagi dollarlardan siz daromad ola boshlaysiz. Men hozir sizga batafsil tushuntirib beraman. Masalan, sizga saytga boshida a'zo bo'lganingizdan so'ng sizga mana registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizga 10 dollar beriladi. Siz registratsiyadan o'tganingiz uchun va o'zingizni referalkangizni ijtimoiy tarmoqlarda qoldirganingiz uchun, ya'ni do'stlaringiz bilan baham ko'rganligingiz uchun 50 dollar beriladi. Keyin siz o'zingizni profilingizni to'liq ravishda to'ldirganingizdan so'ng, ya'ni o'sha o'zingizni email adreslaringiz, kashlyuklaringiz va telefon raqamlaringizni подтверждение qilganingizdan so'ng, tasdiqlaganingizdan so'ng sizga 15 dollar beriladi. Ikkinchi vazifa esa siz o'zingizni Android yoki bo'lmasam iPhone telefonlaringizga tushadigan Google Play Market tarmog'idan tortib olinadigan dasturni ko'chirib olsangiz 25 dollar beriladi. Va siz bu yerda o'zingizni telefon raqamingizni tasdiqlaganingizdan so'ng esa sizga yana o'sha bu amallarning bittasi, bunga ham 10 dollar berilishi kerak. Keyin esa keyingi oxirgi ikkita qo'shimcha bo'lgan vazifalar bu YouTube kanaliga yoki bo'lmasam boshqa asosan YouTube'ga siz video yozishingiz kerak shu saytni reklama qilishingiz uchun va u sizga bor yo'g'i 10 dollargina beradi. Keyin esa oxirgi vazifa bu push notification saytiga subscribe qilishingiz kerak, ya'ni a'zo bo'lishingiz kerak. Sizga yana 10 rubl beriladi va hamma amalni bajarganingizdan keyin bu yerda 120 dollar hosil bo'ladi. Bu sizga mana bu RBB hisobida, mana RBB hisobida sizni hisobingizga tushadi. Mana menda hozir 90 RBB bor, sababi men 100 dollar ishlagandim. 100 dollar ishlaganim menga 100 RBB bo'lib tushish kerak edi hisobimga. RBB bu nima? Nimaga menda 90 RBB turibdi? Sababi 10 RBB ga men bitta mahsulot sotib olganman. Mana bu yerdan buni keyinroq sizga tushuntirib beraman. RBB bu siz ishlab topgan mana bu yerda amallarni bajarib yig'gan dollarlaringiz RBB bo'lib tushadi. Ya'ni Richmond Bergs bonuses degan ma'noni bildiradi. O'sha so'zlarni bosh harflari. Bu sizga kunlik daromadingiz, mana shu yerda to'plagan RBBlaringizni kunlik daromadi sizga 0.5%
hisobida daromad keltiradi. Ya'ni yarim foizini masalan $100 to'plasangiz kuniga 5 sentdan sizni hisobingizga foyda tushaveradi. Bir haftada 32 sent, 35 sent ola olasiz xolos $100 dan. Agarda siz bu saytga pul tiksangiz, bu yerga RBD hisobida, ya'ni Richmond Bergs Dollars hisobida sizga bu yerda pul hosil bo'ladi, mablag' hosil bo'ladi. Aytaylik 100 rubl, $100 tiksangiz, bu kuniga sizga 1.7% dan daromad keltiradi. Bu umumiy ravishda bir haftada aytaylik $10 yoki $12 pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agarda $100 solsangiz bir haftada $10 bo'lib qaytib chiqadi. Agar $200 solsangiz bir haftada $35-30 ham ishlashingiz mumkin. Bu sizni qanday qilib faolligingizga qarab beriladi. Mana bu esa mening profilim va bu yerda avatarkam, o'zim rasmim, bu yerda telefon raqamimni tasdiqlaganman va elektron pochta manzillarim to'ldirganman. Va bu profil meniki. Mana 90 RBB pulim bor. Bu yerda siz xohlasangiz Bitcoin ham solsangiz bo'ladi. Bitcoin agarda kimda kashilogida Bitcoin bo'lsa, bu yoqqa tashlasangiz Bitcoin kuniga 1.8% beradi hozirgi kunda. Men bu saytga a'zo bo'lganimda mana bu 1.7% edi. Lekin hozir 1.6% edi, lekin hozir 1.7% ga ko'tarilgan. Menda va hozir mana bu saytga a'zo bo'lganimga 2 hafta bo'ldi. Mana 91 RBD bor, ya'ni 91 sent degani bu. Men bu saytdan hali pul yechib olmoqchi emasman. Qachon $1 oshsa keyin yechib yechaman. Albatta men bu tekshirib ko'rdim. Bu saytdan pul yechib olsa bo'ladi. Men sizlarga bu sayt haqida mana bu yerda siz yechib olishingiz mumkin. Bu yerda to'plagan RBDlaringizni Payer kashilogingizga yoki qaysi kashilogni siz registratsiyadan o'tkazgan bo'lsangiz, o'sha kashilogga siz pul tashlashingiz mumkin. Men Payerda o'tkazganman. Payerdan keyingi videolarimda men sizlarga qanday qilib mana shu yerdagi dollarimni Payer kashilogimga tashlashni o'rgataman. Men bu saytga yana qaytarib aytaman, hech qancha pul solganim yo'q. Va men shunchaki bu saytda yig'gan RBDlarimdan foizini yig'ib, bu yerda mana 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi. 90 RBD yig'ildi. Siz agar bu yerga $10 tashlasangiz, aytaylik hozir bizda O'zbekistonda $100 tashlash ko'pchilik uchun muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz $10 tashlab ko'rsangiz, sizga kuniga $1 yo'q, 17 sentdan berishi mumkin. Kuniga 17 sentdan qo'shimcha beriladi. RBBdan tashqari RBDni hisobi qo'shimcha beriladi. Mana bu yerda Bitcoin, siz bu yerda RBD hisobida olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan dollar tanlaysiz va bu yerda Payer kashilogis turgan bo'ladi. Bu yerga raqamingizni kiritib, mana yechib olmoqchi bo'lgan hisobingizdagi RBD tanlanadi va bu yerda bu tugmani bossangiz sizga chiqarib beradi bu nimani, hisobingizdagi pulni. Uni keyingi men videolarimda men ko'rsatib, hammasini aytib tushuntirib beraman. Bu saytdan registratsiyadan o'tishni sizlarga maslahat beraman. Chunki hech qanaqa pul tikmasdan turib siz bu saytda daromad olishingiz mumkin va agar men boyman yoki muntazam, shuni bir aytib o'tishim kerakki, bu yerga tikkan pullaringiz ertaga yo'q bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasam aytaylik bir xil saytlarda masalan Lucky Flowers yoki bo'lmasam bir nechta saytlar bor pul ishlaydigan. Bu yerda o'sha sotib olgan narsangiz 3 oy yoki 6 oygacha muddati bo'ladi. 6 oydan keyin o'sha
sotib olgan gulingiz yoki bo'lmasa o'simligingiz yoki hayvoningiz o'lib qoladi va siz daromaddan to'xtab qolasiz. Lekin bu yerga tikkan pulingiz abadiy umringiz oxirigacha turadi va shu foiz bilan sizga har kuni daromad keltirib turadi. U tugab qolmaydi ekan hech qachon. Men yana bu sayt haqida yangi bo'lganligi uchun ancha izlanishlar olib bordim, o'qib chiqdim. Mana ko'ryapsiz, siz bu sayt ingliz tilida yozilgan. Men o'zim ingliz tilini yaxshi tushunganim uchun bu yerda ingliz tilini tanlab olganman, lekin siz bu yerda rus tilini ham tanlab olishingiz mumkin. Rus tili ham bor bu yerda. Tushunmasangiz agar rus tilini tanlasangiz sizga ko'proq tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. O'zingiz ham kirib bu saytni tekshirib ko'rishingiz mumkin, hech narsa yo'qotmaysiz. Agar fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariy sifatida qoldiring. Men bu saytni referral silkasini videoni tagida qoldiraman va shu saytdan registratsiyadan o'tib o'zingiz ham tekshirib ko'ring. Nima savollaringiz bo'lsa menga yozishingiz mumkin. Men o'zim qo'limdan kelgancha javob qaytaraman. Chunki o'zim ham shu saytda ishlash maqsadida yuribman hozir. Iloji bo'lsa pul ham tashlayman. Dollar hisobida nima qilib bo'lsa ham hech bo'lmaganda $10 tashlamoqchiman. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Hozircha hammaga salomat bo'ling.